har bandani sen o'zing yaxshi ko'rgan Allohning mehr muhabbatini chekki Allohim biz gunohkor bandalardan o'zing mehr muhabbatingni darig' tutma yo Allohim. Sizlar bizlarga uy berdilar, Alloh sizlarga jannat bersin, jannat bilan siylasin. O'zing bizlarni to'g'ri yo'lingdan adashtirmagin ya Allohim. Shu bizga uyimizga qilingan ehsonda ya Allohim kimni zarra qadar hissasi bo'lsa ham yo Allohim o'zing uni ham mukofoting bilan siyla, jannating bilan siylaga yo Allohim. Hammamizdan o'zing rozi bo'lgin yo Allohim. O'zing bizlarni dinimizda, namozimizda bardavom qilgin yo Allohim. Har birimizni yurtimizga, oilamizga, qarindoshlarimizga, shunaqa qiynalgan insonlarga, oilalarga yaxshilik qiladigan, faqat yaxshilik ulashadigan yaxshi inson qilib yetishtirgin yo Allohim. Bizga o'xshagan musofirda qiynalib yurgan insonlarni o'zing mushkulini oson qilgin yo Allohim. Bizga ihson qilishibdi yo Allohim, shu uylarni hadya qilishibdi. Sen ularni Firdavs jannating bilan siyla yo Allohim. Jannatlarda payg'ambarimizga qo'shni qilgin yo Allohim. Vasallam payg'ambarimizning qo'llaridan Havz Kavsar suvlarini ichmoqlikni nasib aylagin yo Allohim. Bizga shu uylarni berding yo Allohim. Endi o'zing bizga shu uylarga munosib qilgin, yo'limizda bardavom qilgin, dinimizda iymonimizni mustahkam qilgin yo Allohim. Qiyomat kuni seni oldingda turganimizda yuzimizni uyatlamagin yo Allohim. Namoyi amolimizni bizga o'ng qo'limizdan bergin, orqamizdan, chap tarafimizdan bermagin yo Allohim. To'g'ri yo'lingdan adashtirmagin, hammalaringdan Alloh razı bo'lsin. Katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin.